Assalomu alaykum. Bizda muammoli savollarni 12 ko'rib chiqamiz. Demak, uzunligi 1 kilometr bo'lgan uzun qalin ipdan shunday ikki nuqta tanlab qirqildiki, ulardan bir bo'lagi tomonlardan biri ikkinchisidan 2 marta katta hamda yuzi 5000 kvadrat metr bo'lgan to'rtburchak shakldagi maydonni to'liq o'rash uchun ishlatildi. Ikkinchi bo'lak esa tomonlari butun metrlarda bo'lib, yuzi 600 kvadrat metr bo'lgan eng kichik, demak, perimetrli to'rtburchak shakldagi maydonni o'rash uchun ishlatildi deyapti. Demak, qolgan ilk kvadrat shakldagi maydonni o'rash uchun ishlatildi. Shu kvadrat tomonini toping deyapti. Demak, ko'rib chiqamiz mana. Uzunligi 1 kilometr, ya'ni 1000 metr uzunlikdagi arqonni 3 ta bo'lakka bo'lyapmiz. Mana bu birinchisi, demak, yuzasi 5000 metr kvadrat bo'lgan to'rtburchak shakldagi maydonga ishlatilyapti to'liq o'rash uchun. Bu bir tarafi ikkinchisidan, demak, 2 marta kattaroq edi. Shuning uchun x va 2x deydigan bo'lsak, uni yuzini topish uchun ko'paytiramiz, ya'ni 2x x ga ko'paytirganimizda, demak, x ga ko'paytirganimizda bizda hosil bo'ladi 5000 metr kvadrat, demak, yuzda hosil bo'lishi kerak bo'lyapti bu yerda. Endi 5000 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana 2 ni bu yoqqa bo'lib olamiz. Shunda x kara x, ya'ni x kara x teng bo'lyapti 2500 ga teng bo'lyapti. 2500 bo'ladigan bo'lsa, endi bu degani 50 ko'paytirib 50 2500 ni beradi. Ya'ni x kvadrati 2500 bo'ladigan bo'lsa, bizda x teng bo'lyapti bu son necha bo'ladi? Qaysi son kvadrat 2500 da? Albatta x teng 50 deb hisoblanadi. Endi bizda bir tarafi 50 bo'lyapti ekan, narigi tarafi esa undan 2 marta katta bo'lgani uchun 100 bo'lyapti. Va buni o'rab chiqish uchun qancha arqon ketadi? Albatta 100 ga 50 ni qo'shamiz. 150 deya 150 ni keyin 2 ga ko'paytiramiz, perimetri chiqadi. 150 ni 2 ga ko'paytirganimizda, demak, 300 metr uzunlikdagi arqon ketadi. Xo'p. Endi ikkinchi bo'limda mana bu joyda, demak, yuzasi 600 bo'lishi uchun tomonlar birbiriga yaqin bo'lishi kerak. 600 bo'lish uchun, demak, kvadrat shaklda bo'lishi kerak. Lekin kvadrat bo'lmaganligi uchun bizda eng bir-biriga yaqin sonlar ko'paytmasi 600 bo'lganlar u 24 va 25 hisoblanadi. 24 kare 25 600 bo'lgani uchun eng kichik perimetrli, demak, to'rtburchak xuddi mana shunday hisoblanadi. Ya'ni aytib o'tganimiz, kvadrat shaklida bo'lsa, perimetri eng kam bo'ladi. Lekin bu kvadrat shaklda bo'la olmasligi sababli bir-biriga yaqin sonlar, ya'ni iloji bo'lsa bitta yoki ikkita farq qiladigan sonlar hisoblanadi. Ko'paytmasi 600 ga teng bo'lishi kerakligidan 25 va 24 hisoblanadi. Endi uni perimetrini hisoblaydigan bo'lsak, ikkinchi shaklli perimetri teng bo'lyapti. 25 ga 24 qo'shamiz 40, demak 9. 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 ga ko'paytirsak 98 ni beradi. Demak, endi hammasi bo'lib 1000 metrlik, demak, arqon uzunligi bor edi bizda. Ikkita bo'lagi, demak, mana ikkita joydan, demak, kesganimizda 3 ta bo'lak paydo bo'ldi-da. O'sha 398 ni ayirib olamiz. 398 ni birinchi va ikkinchi, demak, maydonlarga ishlatib qo'ydik. Ayiradigan bo'lsak, xo'p, 2, 0 va 602 metr chiqar ekan. Endi u kvadrat shaklidagi mana bu hududga, demak, to'liq o'rab chiqilyapti. Shuning uchun 602 ni 4 ga bo'lamiz va 4 ga bo'lib bo'lmaganligi sababli, qolganligi sababli 600 ni 4 ga bo'lamiz, 150 metr chiqadi va qolgan 2 metrimiz esa 2 metr, ya'ni 200 santimetrni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 50 santimetrni beradi. Demak, to'g'ri javob 150 metr u 50 santimetr ekan. C javob.